Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va qadrli kanalim obunachilari. Bugun biz siz bilan o'ta muhim va dolzarb mavzuni muhokama qilamiz. Bu mavzu ayniqsa aprel oyida ko'plab pensionerlarimizga bevosita tegishli. Men shu yerda sizning moliyaviy mutaxassisingiz sifatida sizga shuni aytmoqchimanki, hozir siz eshitadigan ma'lumot shunchaki muhim emas, balki hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Aprel oyida pensionerlar uchun katta qo'shimcha to'lov e'lon qilingani haqida gap ketmoqda. Ammo afsuski, bu yangilik haqida ko'pchilik bilmaydi. Bu esa sizning qonuniy haqqingiz bo'lgan puldan mahrum bo'lishingizga olib kelishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan eshiting va bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz muntazam ravishda sizning farovonligingizni oshirishga yordam beradigan foydali ma'lumotlarni ulashib boramiz va albatta ushbu videoga like bosing. Bu videoning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Muammoning asosi avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini va hozirgi o'zgarishlar nimadan iborat ekanligini chuqur tahlil qilaylik. Odatda pensiya ta'minoti tizimimiz har yili muntazam ravishda indeksatsiya va qayta hisob-kitoblarni o'tkazadi. Bu jarayon inflyatsiya darajasini va o'rtacha ish haqi o'sishini hisobga olgan holda pensionerlarning turmush darajasini saqlashga qaratilgan. Biroq ko'pgina pensionerlarimiz uchun bu o'zgarishlar faqatgina umumiy ko'rsatkichlar asosida avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Bu esa har doim ham barcha nozikliklarni, masalan, ish stajidagi o'zgarishlarni, ish haqi oshganligi haqidagi yangi ma'lumotlarni yoki oilaviy holatdagi o'zgarishlarni to'liq aks ettira olmaydi. Avvallari ko'pgina qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar faqatgina bir necha aniq belgilangan toifalar uchun mavjud edi va ular haqidagi ma'lumotlar keng jamoatchilikka yetkazilmasdi. Odamlar ko'pincha bu imtiyozlar haqida bilmaganliklari sababli ulardan foydalana olmasdilar. Masalan, ba'zi pensionerlar ish stajlarini tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlarni taqdim etmasalar, pensiyalari to'liq hisoblanmas edi. Yoki ba'zilar uzoq muddatli mehnat faoliyati uchun qo'shimcha bonuslar olishlari mumkinligini bilmaganlar. Bu esa adolatsiz holatlarga olib kelar edi, chunki bir xil sharoitdagi ikki kishining pensiya miqdori ularning ma'lumotga egaligi yoki yo'qligiga qarab farq qilishi mumkin edi. Pensiya jamg'armasi xodimlari ham har bir pensionerning individual holatini to'liq tahlil qila olmas edilar. Chunki ma'lumotlar bazasida hamma narsa avtomatik yangilanmasdi. Hozirgi vaziyat esa boshqacharoq. Hukumatingiz tomonidan qabul qilingan so'nggi qarorlar va yangi qonunchilik hujjatlariga ko'ra aprel oyidan boshlab pensionerlar uchun qo'shimcha to'lovlarni qayta ko'rib chiqish va ularni yanada adolatli taqsimlash mexanizmi joriy etildi. Bu nafaqat umumiy indeksatsiya haqida, balki pensionerlarning turli toifalariga, ularning mehnat stajiga, yoshiga, oilaviy ahvoliga va ba'zi hollarda hatto yashash sharoitlariga ham bog'liq bo'lgan shaxsiy qo'shimcha to'lovlar haqida hamdir. Eng muhimi, bu o'zgarishlarning katta qismi avtomatik tarzda amalga oshirilmaydi. Ya'ni ko'p hollarda siz o'zingiz bu huquqqa ega ekanligingizni bilishingiz va tegishli choralar ko'rishingiz kerak. Bu ayniqsa ko'pchilik bilmaydi degan jumlani yanada muhimroq qiladi. Shu sababli bugun biz siz bilan bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik uchun nimalar qilish kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Asosiy qism B. Nimalarni bilish kerak, kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xavotir olmasligi kerak. Bu bo'limda men sizga aprel oyida kutilayotgan qo'shimcha to'lovlar bo'yicha batafsil ma'lumot beraman. Kimlar ushbu to'lovlarga haqli, kimlar e'tiborli bo'lishi kerak va kimlar xavotirlanishga hojat yo'q. Bu qo'shimcha to'lovlar bir nechta omilga asoslanadi va ularni tushunish sizning shaxsiy holatingizga harakat qilishda yordam beradi. Birinchidan, pensiya miqdorini qayta hisoblash. Bu har yili amalga oshiriladigan indeksatsiyadan farq qiladi. Qayta hisoblash asosan sizning mehnat stajingizdagi yoki ish haqingizdagi ma'lumotlar eskigan yoki to'liq aks ettirilmagan holatlarga asoslanadi. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan so'ng ishlashda davom etgan bo'lsangiz va sizning ish haqingiz oshgan bo'lsa, siz pensiyangizni qayta hisoblash huquqiga egasiz. Pensiya fondlari har doim ham bu ma'lumotlarni avtomatik ravishda yangilamaydilar. Bu jarayonni har bir fuqaro o'zi nazorat qilishi kerak. Masalan, agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin yana 5 yil davomida yuqori maoshli ishda ishlagan bo'lsangiz, ammo pensiya fondiga bu haqda xabar bermagan bo'lsangiz, sizning pensiyangiz avvalgi pastroq maoshga asoslangan holda qolgan bo'ladi.
Aprel oyida aynan mana shunday vaziyatlarni ko'rib chiqish va sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati paydo bo'ladi. Ikkinchidan, uzoq muddatli xizmat uchun qo'shimcha to'lovlar. Ba'zi toifadagi pensionerlar, masalan, tibbiyot sohasida, o'qituvchilikda, konchilikda yoki boshqa og'ir va zararli sharoitlardagi ishlarda uzoq yillar xizmat qilganlar. Maxsus imtiyozlarga ega bo'lishlari mumkin. Bu qo'shimcha to'lovlar ko'pincha ma'lum bir staj yillaridan oshganda beriladi. Masalan, ayollar uchun 5 yil, erkaklar uchun 40 yil. Agar siz shu toifaga kirsangiz, lekin ilgari bu imtiyozdan bexabar bo'lgan bo'lsangiz, hozir uni qayta ko'rib chiqishning ayni vaqti. Uchinchidan, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun maxsus yordam. Bu yerda yolg'iz pensionerlar, nogironligi bor pensionerlar, 2 yoki undan ortiq nafaqaxo'rlar oilasiga g'amxo'rlik qilayotganlar yoki oilasida nogiron farzandi bor pensionerlar nazarda tutiladi. Hukumat ijtimoiy adolatni ta'minlash maqsadida bu toifadagi fuqarolarga qo'shimcha moddiy yordam ko'rsatishga qaror qildi. Bu yordam bir martalik yoki doimiy qo'shimcha to'lov shaklida bo'lishi mumkin. Bu holatda ko'pincha arizalar pensiya jamg'armasi tomonidan ko'rib chiqiladi, lekin ba'zi hollarda mahalliy hokimiyat organlari ham ishtirok etishi mumkin. Keling, ba'zi aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Misol bir mehnat stajini qayta hisoblash. Tasavvur qiling. Toshkent shahrida yashovchi Oysha aya 35 yoshda, 10 yildan beri pensiyada. U ilgari maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Umumiy staji 30 yil. Pensiyaga chiqqanidan so'ng u yana 5 yil xususiy repetitorlik faoliyati bilan shug'ullanib, norasmiy ravishda yuqori daromad topgan. Biroq bu daromadlardan rasmiy ravishda pensiya jamg'armasiga hissa qo'shmagan. Keyin u o'zining eski ish joyida, maktabda yana 3 yil yarim stavka ishlagan va bu davrda uning rasmiy ish haqi yaxshi bo'lgan. Pensiyaga chiqqanda uning o'rtacha ish haqi 2,5 million so'm deb hisoblangan edi. Keyingi 3 yilda ishlaganida esa uning o'rtacha ish haqi 4 million so'mga ko'tarilgan. Oysha aya o'sha paytlarda pensiyasini qayta hisoblash uchun murojaat qilmagan. Chunki unga bu imkoniyat haqida hech kim aytmagan edi. Aprel oyida u bu ma'lumotni eshitib, pensiya jamg'armasiga murojaat qildi va o'zining so'nggi 3 yillik ish haqi haqidagi ma'lumotnomani taqdim etdi. Natijada uning pensiyasi o'rtacha 500 ming so'mga oshirildi. Chunki uning eng yuqori ish haqi ko'rsatkichlari qayta hisobga olindi. Bundan tashqari u so'nggi 30 yil davomida ololmay qolgan qo'shimcha pulni ham kompensatsiya sifatida oldi. Bu degani, birgina murojaat orqali u nafaqat doimiy qo'shimcha daromadga ega bo'ldi, balki o'tgan davrlar uchun ham to'lovlarni oldi. Bu aynan ko'pchilik bilmaydi degan holatning yorqin misoli. Misoli 2. Uzoq muddatli xizmat uchun qo'shimcha to'lov. Farg'ona viloyatida yashovchi Ahmad Bobo 70 yoshda. U umrining 45 yilini paxtachilik sohasida, ya'ni og'ir qishloq xo'jaligi ishlarida o'tkazgan. Uning rasmiy staji 45 yil. Lekin pensiya hisoblanayotganda bu turdagi mehnat sharoitlari uchun qo'shimcha imtiyozlar hisobga olinmagan. Pensiya fondining umumiy qoidalariga ko'ra ayollar uchun 35 yil. Erkaklar uchun dar yildan ortiq stajga ega bo'lganlar uchun qo'shimcha foizlar qo'shilishi kerak edi. Ahmad Bobo bu haqda bilmas edi. Aprel oyida yangi qarorlar e'lon qilingandan so'ng Ahmad Boboning o'g'li bu haqda eshitib, otasining hujjatlarini ko'rib chiqdi va pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. Ular Ahmad Boboning mehnat daftarchasi va arxiv ma'lumotlari asosida uning staji 45 yil ekanligini tasdiqladilar va qo'shimcha 5 yillik staj uchun pensiyaga har bir yil uchun 1% dan qo'shimcha to'lovni qo'shib hisobladilar. Natijada Ahmad Boboning pensiyasi oyga 2,5 million so'mga oshirildi. Bu miqdor u uchun ancha katta yordam bo'ldi. Misol uchun, yolg'iz pensionerlar uchun ijtimoiy yordam. Samarqand shahridan Gulnora opa 72 yoshda yolg'iz yashaydi. Farzandlari chet eldan. Uning pensiyasi 1 million so'm atrofida bo'lib, kommunal xarajatlar va oziq-ovqat uchun zo'rg'a yetardi. Uning hech kimdan yordam olish imkoniyati yo'q edi. Yangi dasturga ko'ra yolg'iz yashovchi ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlarga ularning pensiya miqdoridan qat'iy nazar qo'shimcha moddiy yordam ko'rsatish belgilandi. Bu yordam ayniqsa o'z-o'ziga g'amxo'rlik qila olmaydigan yoki kasalliklar tufayli doimiy parvarishga muhtoj bo'lgan shaxslarga qaratilgan. Gulnora opaning mahalla faollari uning ahvolini bilib, tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berishdi. U pensiya jamg'armasiga va mahalliy hokimiyatning ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qildi. Natijada unga har oyda pensiyasiga qo'shimcha
300 ming so'm moddiy yordam ajratildi. Bu to'lov unga dori-darmonlar va kundalik ehtiyojlar uchun juda katta yordam bo'ldi. Bunday yordam aynan ushbu dasturning bir qismi bo'lib, ko'pchilik bu haqda ma'lumotga ega emas edi. Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotir olmasligi kerak? Xavotirlanish kerak bo'lganlar. Pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etgan va ish haqi oshgan, ammo pensiyasini qayta hisoblatmaganlar. Uzoq muddatli, ayollar 35 yil, erkaklar 7 yil stajga ega bo'lgan, ammo bunday staj uchun qo'shimcha imtiyozlarni olmaganlar. Yolg'iz yashovchi, ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bor pensionerlar yoki ularning oilasidagi shaxslar. Pensiya hisob-kitoblarida xatoliklar bo'lishi mumkinligiga shubha qilayotganlar. Avvalgi ishlagan joylardan ma'lumotlar to'liq pensiya jamg'armasiga yetkazilmagan deb hisoblaydiganlar. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Pensiya jamg'armasi tomonidan yaqinda qayta hisob-kitob qilingan va hamma ma'lumotlari yangilangan pensionerlar. Pensiyasi har yili avtomatik indeksatsiya qilingan va boshqa qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lmagan, mehnat staji standart chegaradan oshmagan shaxslar. Ya'ni agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirmasangiz, ehtimol sizga qo'shimcha to'lovlar avtomatik tarzda amalga oshirilgan yoki sizga qo'shimcha imtiyozlar tegishli emas. Biroq har doim ham o'zingizning holatingizni tekshirish ortiqcha bo'lmaydi. Asosiy qismdagi qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va nuanslar har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi pensiya ta'minoti tizimida ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilik bilmagan noaniq nuanslar mavjud. Aynan shularni bilish sizni keraksiz, xato va vaqt yo'qotishdan saqlaydi. Birinchidan, ish stajini tasdiqlash bilan bog'liq istisnolar. Pensiya jamg'armasi ko'pincha ish stajini tasdiqlash uchun mehnat daftarchasidagi yozuvlarni asos qilib oladi. Biroq ba'zi hollarda, ayniqsa eski Sovet davrida ishlaganlar uchun mehnat daftarchasida xatolar, o'chirilgan yozuvlar yoki umuman yozuvlarning yo'qligi kuzatilishi mumkin. Bunday holatlarda sizga arxiv ma'lumotnomalari, ish beruvchidan olingan ma'lumotnomalar yoki hatto guvohlarning ko'rsatmalari talab qilinishi mumkin. Bu jarayon ancha vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun bunga oldindan tayyor turish lozim. Misol, qishloq joyda kolxozda ishlagan Marhamat opa, 70 yoshda. Uning mehnat daftarchasida faqat 20 yillik staj yozilgan. Qolgan 15 yillik staji haqida hech qanday yozuv yo'q. Pensiya hisoblanayotganda u faqat 20 yillik stajga ega deb hisoblab pensiyasi tayinlangan. Aprel oyidagi yangilikdan so'ng u pensiya jamg'armasiga murojaat qilganida unga stajini to'liq tasdiqlash talab qilingan. Marhamat opa eski kolxozning arxivini topa olmadi, ammo u bilan birga uzoq yillar ishlagan 2 guvoh topib, ularning ko'rsatmalarini notarial tasdiqlatdi. Guvohlarning ko'rsatmasi va mahalliy hokimiyatdan olingan ma'lumotnoma asosida uning haqiqiy staji 35 yil deb tan olinib, pensiyasi qayta hisoblandi. Bu holatda istisno tariqasida guvohlarning ko'rsatmalari muhim rol o'ynadi. Ikkinchidan, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar. Pensiya hisob-kitobi uchun eng muhim omillardan biri bu pensionerning mehnat faoliyati davridagi ish haqi miqdoridir. Ba'zi hollarda, ayniqsa 90 yillarda ishlaganlar uchun ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar yo'qolgan yoki rasmiy hujjatlarda aks etmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda pensiya jamg'armasi hududidagi o'rtacha ish haqi ko'rsatkichlarini hisobga olishi mumkin. Ammo bu har doim ham sizning haqqoniy daromadingizni aks ettirmaydi. Shuning uchun iloji bo'lsa, eski ish joylaringizdan agar mavjud bo'lsa yoki arxivlardan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni olishga harakat qiling. Bu sizning pensiya miqdorini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Misol, iqtisodchi bo'lib ishlagan Diyor aka 18 yoshda 90 yillarning boshlarida bir xususiy kompaniyada yuqori maosh bilan ishlagan. Ammo o'sha kompaniya 90 yillarning oxirida bankrot bo'lib, hujjatlari yo'q bo'lib ketgan. Pensiyaga chiqqanida uning o'sha davrdagi yuqori daromadlari hisobga olinmagan, chunki rasmiy ma'lumot yo'q edi. Diyor aka bu masalada jiddiy muammoga duch keldi. Pensiya jamg'armasi uning o'sha davrdagi ish haqi o'rniga o'sha mintaqada o'rtacha ish haqi ko'rsatkichlarini qo'lladi. Bu esa uning pensiyasini sezilarli darajada kamaytirgan edi. Bu holatda Diyor aka faqat arxiv ma'lumotlari orqali o'z haq-huquqini tiklashi mumkin edi. Ammo bu ma'lumotlar yo'qligi sababli u katta imkoniyatni qo'ldan boy berdi. Bu esa pensiya jamg'armasi tomonidan beriladigan ma'lumotlar to'liq va aniq ekanligiga ishonch hosil qilish zarurligini ko'rsatadi. Uchinchidan, qo'shimcha imtiyozlar va ularni olish muddati. Ba'zi imtiyozlar, masalan,
Yolg'iz pensionerlarga ko'rsatiladigan yordam vaqtinchalik xususiyatga ega bo'lishi mumkin va ularni olish uchun muntazam ravishda ariza berish talab qilinishi mumkin. Bu imtiyozlar har yili qayta ko'rib chiqilishi yoki uning muddat cheklangan bo'lishi mumkin. Shu sababli bir martalik to'lov olgan bo'lsangiz ham, kelgusi yillarda ham unga haqli ekanligingizni tekshirib turish muhim. Bu tuzoq hisoblanadi. Chunki ko'pchilik bir marta olganimdan keyin doimiy bo'lsa kerak deb o'ylaydi. 4-dan, pensiya jamg'armasi xatolari. Afsuski, pensiya jamg'armasi xodimlari ham xato qilishlari mumkin. Bu inson omili tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holat. Ba'zida ma'lumotlar tizimga noto'g'ri kiritilishi, hujjatlar noto'g'ri talqin qilinishi yoki hisob-kitoblarda kamchiliklarga yo'l qo'yilishi mumkin. Shuning uchun sizga to'lanayotgan pensiya miqdori va uning hisob-kitob asoslarini muntazam ravishda tekshirib turish tavsiya etiladi. Agar biron bir shubhali holatni aniqlasangiz, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va aniqlik kiriting. O'zingizning huquqlaringizni himoya qilishda faol bo'lishingiz juda muhim. Misol, to'y ishi bilan shug'ullanadigan tadbirkorlik faoliyatidan pensiya oluvchi Shahnoza opa 6-7 yoshda. Uning pensiyasi har oy o'z vaqtida kelib turardi. Lekin u hech qachon pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zining pensiya hisob-kitobini tekshirmagan. Bir kuni uning qo'shnisi pensiyasi qayta hisoblangani va oshganini aytganda, Shahnoza opa ham o'zining pensiyasini tekshirishga qaror qildi. Pensiya jamg'armasiga borganida ma'lum bo'ldiki, uning oxirgi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar tizimga noto'g'ri kiritilgan va uning pensiyasi aslida 200 ming so'mga kam hisoblangan. Bu xato sababli u bir necha yil davomida kam pensiya olgan. Qayta hisob-kitobdan so'ng uning pensiyasi oshirildi va o'tgan davrlar uchun ham kompensatsiya to'landi. Bu holat shuni ko'rsatadiki, hatto pensiya avtomatik to'lanayotgan bo'lsa ham, uni tekshirish va xatolarni tuzatish imkoniyatini qo'ldan boy bermaslik kerak. 5-dan, mahalliy sharoitlar va normativ hujjatlar. Qo'shimcha to'lovlar nafaqat markaziy hukumatning qarorlariga, balki mahalliy hokimiyat organlarining qarorlariga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zi viloyatlar yoki tumanlar o'z byudjetlari hisobidan qo'shimcha ijtimoiy yordam dasturlarini joriy qilishi mumkin. Bu haqda ko'pincha aholi yetarli darajada ma'lumotga ega bo'lmaydi. Shuning uchun o'zingiz yashayotgan hududdagi mahalliy hokimiyatning ijtimoiy himoya bo'limlariga murojaat qilib, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan mahalliy imtiyozlar haqida so'rab bilish lozim. Bu ham ko'pchilik e'tibor bermaydigan muhim nuansdir. 6-dan, hujjatlarning dolzarbligi. Siz taqdim etadigan barcha hujjatlar, masalan, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, oilaviy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjatlar va boshqalar dolzarb va to'g'ri bo'lishi kerak. Eski yoki noto'g'ri ma'lumotlar sizning arizangizni rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Hujjatlarni yig'ish jarayonida har bir hujjatning to'g'riligiga va uni tasdiqlovchi muhr yoki imzoning borligiga alohida e'tibor bering. Amaliy maslahat: tomoshabin nima qilish kerak? Endi siz uchun eng muhim qismiga o'tamiz. Nimalar qilishingiz kerakligini aniq va bosqichma-bosqich tushuntiraman. Bu jarayonni iloji boricha soddalashtirishga harakat qilaman. 1. O'z holatingizni tahlil qiling. Yuqorida aytib o'tilgan toifalarga kirmasligingizni tekshiring. Siz pensiyaga chiqqandan keyin ishlaganmisiz? Mehnat stajingizda qandaydir noaniqliklar bormi? Yolg'iz yashaysizmi yoki ijtimoiy himoyaga muhtojmisiz? Bu savollarga javob berish keyingi harakatlaringizni belgilashda yordam beradi. Agar sizda biror bir shubhali holat bo'lsa, keyingi bosqichlarga o'tish tavsiya etiladi. 2. Pensiya jamg'armasi bilan bog'laning. Bu sizning birinchi va eng muhim qadamingiz bo'lishi kerak. Siz yashaydigan tuman yoki shahar pensiya jamg'armasining bo'limiga murojaat qiling. Ularning telefon raqamlarini internetdan yoki mahalliy ma'lumot xizmatlaridan topishingiz mumkin. Murojaatda nima deyish kerak? Men aprel oyida pensionerlar uchun e'lon qilingan qo'shimcha to'lovlar haqida ma'lumot olishni istardim. Mening pensiya miqdorimni qayta hisoblash imkoniyatlari bormi? Yoki menga qandaydir qo'shimcha imtiyozlar tegishli bo'lishi mumkinmi? Bilmoqchi edim. Siz o'z shaxsiy holatingizni qisqacha bayon etishingiz mumkin. Masalan, men pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaganman yoki mening stajim 7 yildan oshgan kabi. O't hujjatlar to'plamini tayyorlash. Pensiya jamg'armasi sizdan quyidagi hujjatlarni talab qilishi mumkin. Pasport, asli va nusxasi. Pensiya guvohnomasi, asli va nusxasi. Mehnat daftarchasi, asli va nusxasi. Bu eng muhim hujjat. Undagi barcha yozuvlar aniq va o'qilishi mumkin bo'lishi kerak.
agar eski yoki o'chirilgan yozuvlar bo'lsa, ularni tasdiqlovchi qo'shimcha ma'lumotnomalar talab qilinishi mumkin. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsangiz yoki ilgari ishlagan joyingizdan ish haqi haqida aniq ma'lumotlar yetishmayotgan bo'lsa, bu ma'lumotnoma oxirgi 5 yildagi ish haqingizni ko'rsatishi lozim. Bu ma'lumotnomani so'nggi ish joyingizdan yoki arxivlardan olishingiz mumkin. Oilaviy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh guvohnomasi. Farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Agar siz yolg'iz yashovchi pensioner bo'lsangiz, bu haqda mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar siz nogiron farzandingizga qarayotgan bo'lsangiz, uning nogironligi haqidagi guvohnoma. Boshqa qo'shimcha hujjatlar. Agar siz maxsus toifaga kirsangiz, masalan, Chernobil AESda xizmat qilganlar, harbiy xizmatchilar va boshqalar, ularni tasdiqlovchi hujjatlar. Bu hujjatlarning barchasi original nusxalar bilan birga olib borilishi va ularning nusxalari ham tayyor bo'lishi kerak. Pensiya jamg'armasi xodimlari aslini ko'rib, nusxasini tasdiqlashlari mumkin. 4 ariza yozish. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda sizdan standart shakldagi ariza to'ldirish so'raladi. Bu arizada siz o'z ism-sharifingizni, yashash manzilingizni, pensiya guvohnomangiz raqamini va pensiya miqdorini qayta hisoblash yoki qo'shimcha to'lov olish istagingizni ko'rsatasiz. Arizada o'z holatingizni qisqacha, ammo aniq bayon etishingiz muhim. Masalan, pensiyaga chiqqandan so'ng yana 5 yil davomida ishlaganligim sababli pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman yoki mehnat stajimni to'liq hisobga olishni so'rayman. Chunki mehnat daftarchamda noaniqliklar mavjud kabi. 5. Jarayonni kuzatib boring. Ariza topshirganingizdan so'ng sizga arizangizning ro'yxatga olinganligi haqida xabar berilishi yoki uning raqami aytilishi kerak. Bu raqamni saqlab qo'ying. Pensiya jamg'armasi qonun bo'yicha ma'lum bir muddat ichida, odatda 15 ish kuni, sizning arizangizni ko'rib chiqishi va javob berishi shart. Agar javob kechiksa, siz ushbu raqam bilan pensiya jamg'armasiga qo'ng'iroq qilib, arizangizning holatini bilishingiz mumkin. Agar sizning arizangiz rad etilsa, rad etilish sababini yozma ravishda so'rashga haqqingiz bor. Bu sizga keyingi harakatlaringizni rejalashtirishda yordam beradi. Rad etilish sababini bilmasdan keyingi harakatlarni qilish mushkul bo'lishi mumkin. 6. Mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat. Agar siz yolg'iz pensioner bo'lsangiz, nogironligi bor farzandingiz bo'lsa yoki og'ir turmush sharoitida yashayotgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasidan tashqari mahalla fuqarolar yig'iniga ham murojaat qilishni unutmang. Ular sizga mahalliy darajadagi ijtimoiy yordam dasturlari haqida ma'lumot berishi va tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berishi mumkin. Bu ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun qo'shimcha yordam olishda muhim qadam bo'lishi mumkin. 7. Agar kerak bo'lsa, huquqshunos bilan maslahatlashing. Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, masalan, ish stajini tasdiqlashda qiyinchiliklarga duch kelsangiz yoki pensiya jamg'armasi tomonidan berilgan javob sizni qoniqtirmasa, professional huquqshunosga murojaat qilishni ko'rib chiqing. Pensiya huquqi bo'yicha mutaxassislar sizning huquqlaringizni himoya qilishda va qonuniy choralar ko'rishda yordam berishi mumkin. Esingizda bo'lsin, bu qo'shimcha to'lovlar sizning qonuniy haqqingizdir. Ularni olish uchun ba'zan faollik ko'rsatish va kerakli qadamlarni qo'yish talab etiladi. Qo'lingizdan kelgancha harakat qiling va o'zingizning farovonligingizni oshirish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlar. Bugun biz aprel oyida pensionerlarimiz uchun mavjud bo'lgan, ammo ko'pchilik bilmagan katta qo'shimcha to'lovlar haqida juda batafsil gaplashdik. Sizning mehnat stajingizni qayta hisoblashdan tortib, uzoq muddatli xizmat uchun bonuslar va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun maxsus yordamgacha bo'lgan barcha jihatlarni ko'rib chiqdik. Shuningdek, sizni kutayotgan tuzoqlarni, istisnolarni va noaniq nuanslarni tushuntirdim va eng muhimi, siz nima qilishingiz kerakligini bosqichma-bosqich ko'rsatib berdim. Bu ma'lumotlar sizning moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Unutmang, bu sizning haqqingiz va siz unga ega bo'lish uchun kurashishingiz kerak. Hech kim siz uchun bu ishni qilmaydi. Pensiya jamg'armasiga boring, hujjatlaringizni tayyorlang, arizangizni topshiring va jarayonni kuzatib boring. Endi esa sizdan iltimos qilaman. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning holatingiz qanday? Siz qo'shimcha to'lovlarni oldingizmi yoki hozirgina bu haqda bildingizmi? Boshqa tomoshabinlar bilan
o'z tajribangizni o'rtoqlashing. Bu boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz kelajakda ham shu kabi foydali ma'lumotlar bilan sizni xabardor qilib boramiz. O'zingizga g'amxo'rlik qiling va huquqlaringizni biling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.